Madinaxon, shunda yo'lga qarab turing, mazam bo'lmayapti-da. Keniga bolaga qarab turasizmi? Menga qaramayman. Men hali yosh qizman-ku. Kasalsiz-ku, men yuqtirib qo'y. Men boring ishingizni qiling. Keling, men bir boshqani yuvib bering tez. Madina, shu yoshingizgacha bitta kir mashina yoqishni bilmaysiz. Hatto o'sha kir mashina yoqishni o'rganing, iltimos. Voy, keling, keyin safar o'rganaman. Men yuvib bering. Sani kimlik qilarkin-a? Bo'pti, keling, men ketdim. Parosat, yeganini ham yig'ishtirib ketmaydi. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz. O'g'lim bilan sizni qaynisingiz bir-birini sevib qolgan. Voy, suvchi ham oyim bor paytda kelmaydimi? Hozir keling, yomonlab yuborsalar-chi meni. Endi suvchilikka kelaverdim. Baribir endi umr savdosi bilasiz, keninglar ekansiz. Qaynisingiz qanaqa yuvib keningni biladi-ku. Voy, bilasizmi, meni qaynisiyim shunaqa chaqqonlar, pazanda, ozoda ishlarni zo'r qiladilar. Bunaqa qaynini singil hech kimda yo'q. Judayam chaqqon. Agar kelin qilib olsangiz ham afsuslanmaysiz. Voy, rostdanmi qizim? Undachi oyijoningiz sanatoriyada ekanlar, ertaga kelarkanlar. Unda keyingi haftaga patax qilib ketaman. Aytib qo'ying, xo'p? Juda xursand bo'ldim. Men 2 yosh baxtli bo'lsin. Shunaqa xursandmanki, ilohim, men baxtli bo'lsam, juda xursandman. Salomat bo'ling, xo'p. Keniga, voy rahmat kattakon, sizga rosa qo'rqib ketdim. Meni hozir yomonlab yuborasiz deb o'ylab, buncha yaxshisiz. Madinaxon, sizni yaxshi ko'raman, sendek ko'raman. Chayon, maqtamaganimda kim olardi, qutulganimga shukr. To'g'ri qildimmi, qizlar?